Davudning hikoyasi. Sizlar ko'rayotgan mehri illiq bu go'zal sahrada Davud ismli bir yigit bor bo'lib, Davud hadisini o'zidan necha yosh kichik bolalardan tayoq yeb, manqisini iqitib yig'ilib yuradi ekan. Nemish qadam sizlar? Chunki Davudning kichigidan ahli sal ojiz bo'lib, Davudning mahalladagi kichik bolalar bozaq qilishidi ekan. Sal cho'nglar bo'lsa ahmoq qilib o'ynaydi ekan. Davud kichigidan doim manqisini iqitib qo'yib yurgachga, mahalladagi bolalar uni Davud manqa deb chaqirdi ekan. Bu Davud sal falokat ham kalampay bo'g'ini bilan chivingimiz jan sanmaydigan noyt oq ko'ngil bor ekan. Davud mucho'ng bo'lib, iqib qoladigan manqisini tugab, yeshi 30 ga berib qolgan bo'lsa-mu, hozirgacha uylanmagan bo'lib, qizlarga qandoq gapirishni bilib ketmaydi ekan. Dadisi Savut bo'lsa Davudni to'y qilmading deb, to'la uning beshini o'choq qiladi ekan. Davudning onasi Oyshamxon bo'lsa Davudning falokatchiligini besiqtirib bo'lolmay, kun bo'yi ansirab yuradi ekan. Davudning Osman Galdong deydigan kichigidan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bir Zaka og'inisi bor bo'lib, qachonliq qarisi Davudning balog'i tiqib yuradi ekan. Hey Davud. Seni yana qandoq kunlar saqlab turgan? Sizlarcha Davud yana qandoq kunlarni boshdan kechiradi? Qiziq sanglar diqqatinglar filmimizda bo'lsin. Davudning hikoyasi. Bu Davud et degende qo'yning qo'sig'ini to'yg'izmay, nagimi ketgandi o? Hey Davud! Hapsini. Kopra! Dada, Ben seni qo'yning qo'sig'ini to'yg'iz desam, nima eshakdek so'zib yetib ketding? Jinim dada, men shu qo'ylarga halab etay deb shu banda o'zingizni bismillah jinim dada, To'g'ri puqi. Ya xotin ol desam xotin olmaysan. Sen mushi ezdiki eng qeri boytaqqa aylanding. Bu to'g'rining puqi. Iz seni baqinam. Jinim dada, men shu xotinolay degan jinim dada, mushu ko'limdikda qiz bola ushtirmadi jinim dada. Qizlar meni yaratmadi dedigina. Hepsini. Birisini urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam, Savut degan ismini yo'tkaydi men. Voy jinim dada, o'zingizni bismillah jinim dada. Dada, o'zingizni bismillah. Jinim dada, unda qilmam. Bu divan. Voycan, et degende mau dada bal ishkisi nimanda qilib yuradigandu. O'tib yoqqa. O'tchayman. Voycan. Qara buni. Jinim dada, o'zingizni tutib bilan. Seni urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam, tutib bilan. Hep Dada, o'zingizni bismillah jinim dada. O'zingizni tutib bilan. Dada, jinim dada. Qara buni. Dada, jinim dada. Hepsini. Ana. Vay bo'ldi qislar dadisi. Mau et degende xulum qo'shnilarni oldida set turdi. Sen etigende mushu to'g'ib balanga buluşsan digina. Bo'ldi qislar dadisi, bo'ldi qislar. Qan bisimlari o'rlab qoladi. Davudning ko'ziga bo'sharaq kirishib asla. Bu hamon bir kuni cho'ng bo'lib aqlini tepib qola. Dada, hamon bir kuni aqlimni topmayman. O qari o'g'ri, 30 yoshga kirgich tapmagan aqlingni men o'lganda topadigan o'xshamamsan. Ha? Voy, yo'q, undaqa emas dada. Qara buni.
Bu to'g'ri hepsini. Ben ölsem kuş buladigan o'xshamabsan. Hepsini urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam, Savit degan ismini yo'tga yutaman. Oy. Qara buni. Dadısı, boldu qısıla. Balının gözüge boşarak kırıp alaylı. Sen mi bolduq la? Qachonliq qarasa Davud degan to'g'ri yan besib, erki o'gitib qo'yding deysa. Hey! ishni unutib qolma. Hey Davut adaş, sen mi Saatkamni boşra qaqshatqina? Yeni mi Saatkam sana yaxshi olsun deb shundoq qildi. Dadamni qachonli qarsa xotnamiding, o'ylanmading deb ko'zimga kirishib oldi. Hey adaş, men seni o'ylab chiroyli qizdan birini deyishib qo'ydim. Berib ko'rish baq, aplashib qolsa shaloqqida to'yini qilmamamsa, ha? Hey, Osman Galdon. Sen mening g'imimni yemay, o'zing bir to'y qila avval. Sur bo'ytaq turib, mening g'imimni yeb ketibdi. Hey adaş, sen biz kichikimizdan tortib bir yotqanda yetib cho'g'an alog'illa. Sening ishing, mening ishim. Avval sen to'yini qilib ol, ha? Shuni bilan Saatkamning to'y qilmading degan gapidan qutulasan emasmi, ha? Aras, dadamning oshu gapidan qutuldigan ish bo'lsa mayli. Sen deb qo'ygan qizg'ali chiroyliqmi? Meni uramda urmamda. Bana tamak etip verip kozluğumda bakalamda, ha? Hey Davut adaş, özün topakta oğlun bilen katta jürkün yok ne miken suçuma? Boldu bana o kız seni saklap kaldı. O hazırlı mı? Mama. Osman Galdon, sizden gepinizde kıgan bana. Mağamıçı, siz anırgın gepinizde kıgan. Mavi güllü sizge. Ana! Nima ana? Ben hata kep kaptım ben aça. Ben hasta kitip kalaya aça. Aça? Hey! Kitay, ne kittan? O kıroğri. Ben seni saklap durgun ne bak bu yada, ha? Aça. Yok ama aça. Yok çok ana. Yok hata dedim Hey, ne kitsen? Osman Bağı senin boytak degen. Ben mi kıyır boytak? Sana tekkenim tekken. Yok kutlarım yok benim. Ana, kutlarım yok. Almışsan mı alı sen? Bir gece zaten sana tekken bilip koy. Vay yok Osman. Vay Osman. Yok benim kutlarım yok. Yok vay kızıklı adam baba. Sen olmam sen. Bir gece. Yok benim kutlarım yok. Kutunar mı yakın teki? Vay unutma. Ana. Benim kutlarım yok. Benim kutlarım. Vay ana. Benim kutlarım. Ben kutlamayı ben. Ben biletini bir kez sakladım. Kır oğlum. Yok açılma Amam sen. Kapıma. Kır oğlum. Kızıklı. Ana baba. Amam sen ha. Ben kutlamayı ben. Kızıklı. Alın sen. Beni kutlamayı Vay. Hep Osman Galdol degan o'ligini ichmaydigan kasofat. Hey, nerede tap kaldı dayman da bu gaz to'g'day xotin ne? Xotnal deb obdan aldı xotin ne?
Oyuncak. Onu takdimaydıgan, kıyırı kutumu yakdimaydıgan öldürüp kalsakta. Hep Osman degen goy, hepsini. Oyuncak. Oyuncak. Hey, meni olamsan, olmamsan. Bugün bağı sen tekkenim tekken. He, olamsan, olmamsan, ha? Olamsan, olmamsan. Ana!